10 mavzu buyuruvchi belgilar. Buyuruvchi belgilar hammasi ko'k dumaloq bo'ladi. Qat'iy yurishni buyuradi va kimga yurishni, qanaqa yurishni buyuradi. Birinchi 3ta belgimizdan boshlaymiz. Bu belgilar chorrahada harakatlanishi majburiy yo'nalishini ko'rsatadi. Ya'ni faqat to'g'riga belgisida to'g'riga yurish mumkin. Faqat o'ngga belgisida faqat o'ngga yurish mumkin chorrahada. Bu belgida bo'lsa chapga mumkin. Chapga ruxsat beradigan belgi qayrilib olishga ham ruxsat berar ekan. Boshqa yo'nalishlarga yurish bu belgilarda taqiqlanadi. Lekin faqat to'g'riga belgisi o'rnatilgan chorrahada ikkita qatnov qismi bo'lsa, ya'ni ikkita kesishmali bo'lsa, belgi faqat birinchi kesishmadan to'g'riga yurishni buyuradi. Ikkinchi kesishmadan chapga va orqaga qayrilib olish ham mumkin bo'ladi. Chunki belgi faqat birinchi kesishmadan to'g'riga o'tishni buyuradi. Agar faqat to'g'riga belgisi o'rnatilgan chorrahada bitta kesishma bo'lsa, bu chorrahadan chapga burila olmaysizlar. Bu uchun chapga ketish uchun to'g'riga yurib, qayrilib olib, yana qaytib kelishga to'g'ri keladi. Agar faqat to'g'riga belgisi ko'chani boshida o'rnatilgan bo'lsa, misol uchun mahallani boshiga qo'yib qo'yishgan bo'lsa, значит bu ko'chani mahallani oxirigacha faqat to'g'riga va o'ngga yondosh hududga kirishga ruxsat beradi. Chapga qayrilib olish mumkin emas bo'ladi. Bu belgi bu mahalla, bu ko'cha tugamagunicha, katta ko'chaga chiqmagunimizcha amal qiladigan bo'ladi. Keyingi belgimiz to'g'riga va o'ngga deyiladi, lekin faqat o'ng tasmadan to'g'riga va o'ngga yurishga ruxsat beradi. Chap tasmadan faqat to'g'riga yurish mumkin. Keyingi belgimiz harakatlanish to'g'riga va chapga deyiladi. Faqatgina chap tasmadan to'g'riga, chapga va qayrilib olish mumkin bo'ladi. O'ng tasmadan bo'lsa faqat to'g'riga yurishga mumkin bo'ladi. Endi to'g'riga o'ngga degan belgi o'rnatilgan chorrahani ikkita qatnov qismi bo'lsa, ya'ni ikkita kesishmali bo'lsa, unda o'ng qatordan to'g'riga o'ngga yursa bo'ladi. Chap tasmadan bo'lsa, to'g'riga, chapga va qayrilib olish mumkin bo'ladi, faqat ikkinchi kesishmadan. Keyingi belgimiz harakatlanish o'ngga yoki chapga deyiladi. Bu belgida o'ng qatordan faqat o'ngga yura olasizlar, chap qatordan chapga va qayrilib olish mumkin bo'ladi. Bu belgi o'rnatilgan chorrahada to'g'riga yurish taqiqlanadi. Keyin buyuruvchi belgini talabi svetoforni talabiga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, haydovchi buyuruvchi belgini talabini bajarishi shart deyilgan. Keyingi belgimiz yengil avtomobillar harakatlanishi deyiladi. Bu belgi o'rnatilgan ko'chaga avtobus, yengil avtomobil, 3,5 tonnagacha bo'lgan yuk avtomobili va mototsiklga kirishga ruxsat beriladi. Mana shu 4 ta mashina kirishi mumkin. Boshqalarga bu ko'chaga kirish mumkin emas bo'ladi. Keyingi 3 ta belgimiz to'siqqa oldiga o'rnatiladi. To'siqqa aylanib o'tish deyiladi. Haydovchi belgida ko'rsatilgan tomondan aylanib o'tishi shart. Mana chap tomondan deyaptimi? Chapdan aylanib o'tamiz. Boshqa tarafdan aylanib o'tish mumkin emas. O'ndan desa o'ndan aylanib o'tamiz. Bu yerda bo'lsa ikkala tomondan ham aylanib o'tishga ruxsat beryapti. Keyingi belgimiz eng kam tezlik deyiladi. Haydovchi bu belgi o'rnatilganda 50 dan sekin yurishi taqiqlanadi. Belgida ko'rsatilgandagi 50 dan tez yurishi shart. Keyingi belgimiz velosiped yo'lkasini bildiradi. Bu yo'lkadan faqat velosiped, samokat va piyoda yurishi mumkin bo'ladi. Bu belgi bo'lsa piyodalar yo'lkasi deyiladi. Bu belgi o'rnatilgan joyda faqat piyoda yurish mumkin. Velosiped ham, samokat ham uchish mumkin emas bo'ladi. Keyingi belgimiz aylana harakatlanishli chorrahani bildiradi. Aylana harakatlanishli chorrahada hamma tasmadan kirish mumkin bu chorrahaga. Lekin faqatgina o'ng tasmadan chiqishga ruxsat beriladi. Chap tasmadan chiqish taqiqlanadi. Aylana qilmasdan orqaga qayrilib ketish taqiqlanadi. Keyin mana bu yerda ikkita belgi ko'ramiz. Doimiy belgi, vaqtinchalik belgi. Ikkala belgini talab bir-biriga zid kelganda, haydovchi vaqtinchalik belgiga quloq solish kerak, ya'ni to'g'riga yurish kerak bo'ladi. Keyin yo'l belgisi bilan yo'l chizig'ini talab bir-biriga zid kelganda,
haydovchi belgini aytganini qilish kerak bo'ladi. Chunki bu belgi chizuvni talabini bekor qiladi.